Men o'zi dacha reklama qilmayman, lekin mana shu dachaga saunani o'zim yasab berganman. Ko'rib turganingizdek, dambani ro'parasida joylashgan dachamiz. Bu dachada terrasasida bitta manzaraga baho berib qo'yasizlar. Dachamizga birinchi etajga mashinani qo'yib, mashinaga pastdan sekin chiqib kelganingizda, birinchi etajda ko'rib turganingizdek kuxna joylashgan. Bu kuxnada bemalol ovqat qilsanglar bo'ladi. Ikkiga 2-3 kunga oladigan bo'lsanglar, produktlarni qilib katta xolodilnikka joylab qo'yaverasizlar. Ikkiga yana bitta zo'r tomoni, oboda oilaviy chiqqaningizda bola chaqalar bu narsani sindirib qo'yadigan bo'lsa, narxlarigacha yozib qo'yilib, "Voy, bu bunaqa edi" degan gap so'z bo'lmaydi. Mashki summalarni to'lab chiqib ketaverasizlar. Xo'p, bu yerga keladigan bo'lsa, mana holda ko'rib turganingizdek 20 ta stol qo'yilgan. Bemalol masjidda hamma yig'ilib, bir futbolmi yoki kino-pinolar ko'rib o'tirsa bo'ladigan joy. Ikkiga mana bu kamellariga nima deysizlar? Qaranglar, chiroyliligini. Zo'ra. Birinchi etajda har doimgidek pastda, agar yoshlikni eslaydigan bo'lsanglar, masjidda mini futbollarni o'ynab o'rsanglar bo'ladi. Futbol ishqibozlari uchun. Zimni basseyn nima deyapti? Okalar, qaranglar, kattaligini mazza qilib, o'nta bo'lib tushib, mazza qilib balu bo'lib suzadigan joyida, lekin bu yerda ko'rib turganingizdek, bu yerda turetskiy sauna bo'ladi. Qilaversa, mana bu yerda biz yasagan sauna turibdi. Videomizning eng qiziq joyi, hamma so'rayotgan o'sha sauna pechimiz. 30 kuba joyga yetadigan qilib ishlangan. Dimoxotlari ham 2 sloyli qilib ishlangan. O'sha yoqqanimizga ko'p bo'lgani, u sekin sauna ham qizdirishni boshlayapti. Voy, sauna ham qizib ketdi-yu, agar morsh tanishlaringiz bo'lsa, yo'q kelinglar. Mamlatda bor-ku, letniy basseyni bor-da, shunday chiqib tashlab yuboradigan joyi bor-ku saunadan. Hamma so'rayapti-yu, ani elektronli saunadan odam zada bo'lib ketdi-yu. Chiqsanglar egasi Wi-Fi gulab qo'ygan, o'chirib qo'yaveradi. Bu unaqa emas. Kerak bo'lsa 24 soat o'zingizlar uchun o'zingizlar xizmat qilasizlar. O'tinni solasizlar, bo'ldi akalar, ishlayveradi. Bu shuni qaranglar, ishlashini zo'r voy. Mana yonishini ko'ringlar. Dahshat yonyapti, lekin borku, o'zi ham saunani ideal qilib qizdirib yuboradigan joyida, listlari ham qalin metaldan ishlangan. Unaqa arzimagan oluvga o'ynab ketib qiyshayib ketadigan sauna pech emas. Dachani ikkinchi etajiga chiqqanimizda ko'rib turganingizdek 5 ta cho'tki spalnik kutib turibdi. Har birida udobstvo bo'lishi uchun sanuzillarigacha qilingan. Har bitta xonada mana shunaqa sanuzel ikkiga anaqa yotoqxonalargacha bor. Bu dachamizning 3-etaji igrovoy zona bo'ladi. Ko'rib turganingizdek PlayStation 5, 3 yo 4 emas, ikkiga 10 ta cho'tki kompyuterlar qo'yib qo'yilgan. Agar kontrchilar bo'lsa, maza qilib o'ynab yuboradi. Mana bu yerda stolli tennis deysizlarmi, yo bo'lmasa, bu yerda bilyard ham joylashgan. Agar kelsanglar ham bir maza qilib dam oladigan joy ekan qisqasi. Dachani 3-etaji bilan ham sizlarni tanishtirib chiqdim. Agar sizlarga mana shunaqa oilaviymi yo do'stlar bilan chiqmoqchi bo'lsangiz bu dachaga pastdagi nomerlarga shunday telefon qilib, Abdurahmon aka dacha necha pul bo'lyapti sutkasi desanglar, kelishtirilgan eng arzon narxlarda qilib beradi. Bu faqat egasini nomeri. O'rtada odamlarsiz. To'pli dom nomidan desanglar, balki yana skidga ham qilib beradi, xudo xolasa.